Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun video efirimizni navbatdagi soni. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini, bog'dorchilik, uzumchilik, poliz mahsulotlari va meva sabzavotlarni, sitrus mevalarni yetishtirishda kuchli kimyoviy ozuqalardan, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashda har xil turli xil kimyoviy preparatlarni o'rniga ekologik sof biopreparatlarni ishlatish juda ham muhim. Yurtimizda ishlab chiqarilayotgan mevalar, uzumlar, poliz, sabzavot mahsulotlari yuqori sifatli bo'lib, iste'molchilar uchun, insonlar uchun mutlaqo bezarar bo'lishi, mevalarni tarkibida, sabzavotlarni tarkibida kimyoviy elementlar bo'lmasligi natijasida ham ichki bozorga, aholimizga, ham tashqi davlatlarga ishonchli va sifatli mahsulot yetkazib beruvchi sifatida yurtimiz tanilishi ahamiyati juda ham katta. Markaziy Osiyoda biopreparatlarni o'simliklarda rivojlanishini ta'minlash uchun, zararkunanda va kasalliklardan himoya etish uchun ekologik sof bo'lgan bio vositalarni ishlab chiqaruvchisi Anguzar Agroservis kompaniyasini bosh agronomi va sotuv bo'limining rahbari Zohidjon Abdusalomov kompaniya tarafidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar haqida va ulardan foydalanish nechog'lik samarali va foydali ekanligi to'g'risida bugun efirimizda ma'lumotlar beradilar. Assalomu alaykum. Men Abdusalom Zohidjon, Anguzal Agroservis kompaniyasining bosh agronomi va savdo bo'limining rahbariman. Anguzal Agroservis kompaniyasi mana 15 yildirki biz nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyo boshqa davlatlarida ham organik mahsulot yetishtirishni targ'ib qilib kelamiz. Shu bilan barobarida 12 xildan ortiq preparatlarimizni taklif etib kelamiz fermerlarga, dehqonlarga. Bular biofungitsidlar, bioinsektitsidlar, biologik stimulyatorlar hisoblanadi. Maqsad nima? Birinchidan, klasterlar fermer xo'jaliklari va issiqxona hamda bog'dorchilik xo'jaliklari bilan doimiy aloqani davom ettirish, ularga ekishdan hosilgacha bo'lgan jarayonlarda beminnat maslahatlar berish, doimiy agronomik qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Ikkinchidan, yildan yilga Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan biologik preparatlar ishlab chiqaruvchi Anguzal Agroservis kompaniyamizda ishlab chiqarilayotgan 12 xildan ortiq yuqori samarali biologik vositalarimiz bilan butun O'zbekistonimiz ziroatkorlarini ta'minlash. Narxlar albatta zavodimiz bilan ham amalga oshiriladi. Kelajakda organik dehqonchilik, qolaversa ekologik toza mahsulot yetishtirish bo'yicha o'quv kurslari va treninglar tashkil etiladi. Antifrost preparatimiz haqida ozroq tushuncha berib o'tib ketaman. Nafaqat O'zbekiston, balki sobiq ittifoq davlatlarida ham analogi yo'q hisoblanadi. Buning tarkibidagi 3 ta bakteriyalarning asosiy vazifasi fotosintezi bilan ta'minlash. Ekinlarda bu xoh ochiq dala, xoh issiqxonada bo'lsin, +2 gradus haroratgacha ekinlarni to'qimalarida modda almashinuvini davom ettirish. Hammamiz bilamiz, ma'lumki, harorat, tuproqdagi harorat +12 gradusga tushib ketganda ildiz faoliyati to'xtaydi. Lekin aynan antifrost bilan ishlangan, ishlov berilgan maydonlarda bunday holat kuzatilmaydi. Plantastim hozirgacha ekinlarga ishlov berishda tengsiz bo'lib kelmoqda. Bu birinchi o'rinda ildiz kasalliklaridan saqlaydi, ikkinchi o'rinda albatta ildizni juda kuchli rivojlantiradi. Uchinchidan tuproqdagi shu plantastim bilan ishlov berilgan tuproqdagi pH reaksiyasini 6-6,5, ya'ni neytral holatga keltirib beradi. Plantastim tarkibidagi trichoderma va fermentlar, vitaminlar tuproqqa kiritilgandan so'ng
tuproqdagi fosfor va kaliyni eritib beradi deb osonroq tushuntiraman. Chunki fosfor kislotasining sintezi hisobiga bu jarayonlar amalga oshadi. O'zbekistonda ekologik toza mahsulot yetishtirish kun tartibining bosh mavzusi bo'lib bormoqda.